qumorni reklama qilayotgan isqirtlar deb chiqib kelayotgan blogerlar nimaga bu yo'nalishda ketayotganini men sizlarga sodda tilda tushuntirib beraman. Orqa barodda eshikning orqasida nechta oilalar bor. Hayot Instagramdan iborat emas. Instagramga chiqib meni farzandim bunaqa bo'ldi, bizani oila bunaqa bo'ldi deb hech kim aytolmaydi. Nechta farzandlar o'zini osib yuryapti. Qiz bolalar hattoki shunga o'rganib qolgan qumorga. Parokanda bo'lib ketgan oilalar bor. Uylarini sotib, mashinalarini sotib, o'g'il bolalar ko'chada yuradi, ko'ramiz. Nechtasi dabdalasi chiqib ketdi, qarzga kirib, o'zini osib yuborganlar ham bo'ldi. Mana narkotik iste'mol qilayotganlar dorini ko'chada ko'rsa, dorini televizorda ko'rsa qo'zg'ab ketadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa qumor ham. Hattoki futbolkada o'sha qumor ismi yozilgan bo'lsa ham qo'zg'atib yuborishi mumkin. O'yinga chaqiraveradi. O'shani oldini olaydi deyapti bu yaxshi insonlar. Iltimos, biz ham tushunishga harakat qilaylik biroz.